Mana mashin. Ko'ryapsizlarmi yo'q? Cobalt degan mashin. Tanitganlar bormi yo'q? Mana. Endi xudo xolasa narqizi bir haftadan keyin mana shu mashinni jirar ekan. Mana shu mashinda Oydin opa beriyatir bor-ku. Narqizi sen deydi. Mana shu mashinni haydaydi, boyag'i Octavia'dagi mashinni deydi, sotyapman deydi bor-ku. Cobalt'da yo'l tanlamas mashin deydi, haydab ko'ramiz endi. Hayda qarab, bosak qo'y. Hop, qo'yar billet. Hop, billet. Billet. Yo'q buni billet. Hop, qo'yar billet. Luklar sakraydi qubuli. Hop, qo'y. Lekin buning roli bor-ku. Qotib yotdi bor-ku, hech burilmaydi bor-ku. Ekilibrasiya bor-ku, vaxt staple. Ikkini oldim mana. Ko'ryapsizmi yo'q? Nima deydi? Ilhomimga osh qilib edim, kecha go'shtni terib yedim. Kechada oldin go'shtni terib yedim, bugun endi girichini yeymiz. Tishnagam yeb qo'yga, tishnak qani foyda deydi-ku, ertaga klientlarga bir narsa desa, "Chita" deb deyman. Shuni birini jo'v oladi-da. Qat Halillik shu 3 otim nos uchun ertalabdan kechgacha ishlab jotar bor-ku. Bunsa nima deysin? Hamzaboy degichi jiridan bo'layapti bor-ku. Ikkidi bir asar bor-ku, mana osh yegani. Tuzlab qo'yaylik ularni ham. Tomongiz tatli bo'lsin deydi. Jumli tomoq deydi. Jog'imli ishtaha.